Dostum Akniyaz, hayat degan shundoq narsa ekan. Odam balasiga hamisha bir narsa kandek, yetishmayotgandek bilinadi ekan. Sen ming bir jafoda tirishib, shu yetishmayotgan narsani qo'lga keltirsang, yana birisi badaq qiladi ekan. Hamon bir narsaning kamligini his qilib o'tadi ekansan. Ko'ngillar aytgan bir yer kam dunyo degan shu o'xshaydi. Men Urumchidagi chog'da hamisha yurtni, ota-onamni aslab beharam bo'latdim. Ularning yana qaytib kelsam, hamma ish hal bo'ladi, xotirjam yashayman deb o'ylagan edim. Kim bilsin, bu yerga kelib hafta o'tmay yana Urumchini, maktabni, sizlarni seg'indim. Ko'nglimda hamisha bir narsa kamdek, yetishmayotgandek his qilaman do'stim. Rostini aytsam, bu yerga kelib texim azob ichida qoldim. Esingdimi? Heliqi bir kuni kechda takrordan keyin ikkimiz sinfda qilib, shuhratli yozuvchimiz Zumun Qodirning Mag'dur ketganda degan hikoyasini o'qib, xeyli vaqtgacha shuning ta'sirida so'zlashgan edim. Shu chaqda sen bizning qo'shtaray ajdodlarimiz nima kunlarni ko'rmagan-a? Xudoga shukr, Alloh u kunlarni bizga nasib qilmadi. U kunlar kelmasga ketdi degan edim. Men shunday o'ylagan edim. Lekin kim bilsin adash. Milodiy 20-asrning 62-yillaridagi yezimizda men undoq kunlarning bo'lishini tasavvur qilib boqmoqchi ekanman. Lekin shundoq kunlar rostilla bo'lib o'tadi. Menda mening yurtdoshlarim Boqiy aka beshidan o'tkazganda qisma-qisma ishlarni beshidan o'tkazib o'tadi. Boqiy va Bahordagi odamlar atrofimizda lo'mildab yuradi. Zeriktirib qo'ysam-mu, men sana bizning G'ungshida yaqinda nomratlik, ocharchilik tufaylidan yuz bergan bir ishni so'zlab beray. Ilhomim qo'zg'alib qolsa, biror parcha she'r yoki hikoya yozamsan texi. Bizda qo'shni Dodiyda Qosim Ko'tak deydigan ishchan, bejirim bir dehqon bor edi. U yaqinda Mavjushiga umash ishkizgan degan bir jinoyat bilan 5 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Nim degan dahshatda, sen buni anglashni xohlamsan? Ams quloq sol. Shundoq. Qosim Ko'takning xotini o'lib ketib, 2 bola bilan bo'ytaq qoladi. Keyin yana 2 bolasi bor xotin bilan to'y qiladi. 6 jon odamga Dodiydan har oyda 50 jon arpa, 70 jon qo'noq, 13 jon teriq beradi. Buni yetkazish uchun xotini har kuni 2 vaqt umat chaladi. Qosim Ko'takning mijozi so'g'uqqan bo'lg'ashqa, umashni ichib berib, qo'rsoq og'riqlik qiladi. Xazinasi. O bir kuni kechki suv tutib, uy kelsa, xotinning yana umach atganligini ko'rib chechiladi. Xotin, har kun umach etamsizlar. So'qim eshib, og'zimdan shon oqadigan, qo'rsoqim ko'ldirmaydigan bo'lib qoldi. Boshqa narsa aslanlar bo'lmamdi, deydi. Xotinimni o'xtartib, hukumat bergan narsa shu tursa, mendan nima? Buni mendan so'ramay, katta kishining so'rab baqsizlar, deb tamdagi Mavjushining yo'g'on rasmini ko'rsatdi. Qosim Ko'tak rasmga bir oz qarab turib, ondan jon ochqada. Ota, Mavjushi ota, sizlar shu kunlarda nima yeydiganlar? Bu tugmas umash bizning holimizni ketkizdi-ku. deydi va bir qo'shiq umashni uning rasmidagi og'ziga tekkizib turib, "Salamo Xudoning dog' suyiga chalgan bu umashdan kichkina ichib baqsalar" deydi. Bu chaqchaqsiman ish o'tib, haftadan keyin er-xotin ikkisi bola orasiga kirib urushib qoladi. Qosim Ko'takning tuzini o'rlab, xotinni bir natchini urdi. Xotini ochiqqa paylamay udul Dodiyga boradi va ko'ngli qorliq qilib, Qosim Ko'takning yiliqi Mavjushiga umach ishkizganlik voqeasini shu joyga aytib qo'ydi. Bu favqulodda xabar shu hamon baayni gurgur bo'rondek avval G'ungshi rahbarligiga, ondan nahiya rahbarligiga yetkazildi. Atsi butun Dodiy qo'zg'alib ketdi. 390 oiladan 1000 ga yaqin odam yig'iladi. Ikki xalq askari Qosim Ko'takni tutib keladi. Eliqi umash yo'q ketib qolgan Mavjushining rasmini paket sifatida elib keladi. Şunu bilan qurolli xalq askarlari Qosim Ko'takning gajgisidan besib turib, ming'an amma yangroq shiorlarni to'lab turib, Qosim Ko'takni shiddatli kurash qiladi va heliqi Mavjushiga umash ishkizish jinoyatini iqror qildiradi. Do'stim, shu kuni men bu kurash yig'inida qatnashdim. Qatnashib, cho'nqur saboqqa ega bo'ldim.
savadsız, nadan odamlarning qanday bo'ladiganligini tunji qitim o'z ko'zim bilan ko'rib hayron qoldim. Shu aman esimga Saidi Shirrozining uni ikki misra she'ri keldi. Agar tarbiya ko'rmasa odam, eshak bo'lib qolar yuzga kirsimi ham. Menimcha bunda odamlar va ularning qilgan ishi xuddi yamar tog'dan shiddat bilan eqib tushgan magma o'z yo'lida uchirgan hamma narsani, jimi go'zallikni, yeshillikni, hayotlikni ko'ydirib eqib ketgandek intayin qaram, talva va shafqatsiz bo'ladi ekan. Shu yerda Nahining G'umshining rahbarlari tushma-tushdan so'zladi. Nima dedi demamsan? Ajoyib gaplar bo'ldi. Bizga qandaqdir ochliq shuji, ochliq duyjang deganlar emas, balki sotsializmning inqilobiy shuji, inqilobchi duyjanglari kerak emish. To'g'ri deyman. Hozir bizning bu yerda osh avliyo, non payg'ambar tursa, kashki qo'rqimiz to'q bo'lsin. Adash, rastında bu yerda tag'ar o'ri emas. Go'sht yog' deganni oddiy fuqarolar tushidimi ko'rmaydi. Shunga xotin haq deganning qapqi echilmaydigan bo'lib qolgan. Jahon shuncha kang bo'lsa-mu, kashfini qistig'ashqa kishilar ozod yo'lmanmas bo'lib qolgan. Bir dehqon qo'shoqchining buni bir ko'plik she'rini o'qib baqsang, balki yezlarning hozirgi ahvoli, qiyofati ko'z oldinga kelib qolar. Xon qopoq palas yaqa, to'kur eshak shakal taqa, uruq inak dingil buqa, qattiq nonga so'g'uq suv, yirtiq qopqi suyuq bu. Do'stim, turmush to'lim murakkab, sirliq narsa ekan. Yaqinda bir kitobdan Amerika yozuvchisi Mark Twainning mundaq bir hikmatlik so'zini ko'rdim. Turmush baxt bilan azobdan tarkib topgan bir tasvir. Men tasvirning urug'chilarini sanab chiqdim. Bir tasvirda 101 urug'chi bo'ladi ekan. Menimcha buning 41 tili baxt, 60 tili azob bo'lsa kerak. Lekin azob ma'lummandan aytganda odam uchun bir xil ma'naviy boylik bo'lishi mumkin. Sen onundan qutulish yo'lida tiriksan, kurash qilasan. Natijada o'ztul g'ayratlik, aqlliq, irodalik bo'lib qolasan. Yaqinda mahallamizdagi bir boy etiz qirida paranglashib o'tirib, mundaq bir gapni qildi. Dunyoda ochiq yotgan ulug', yuk ko'targan ulug' tatliqni hamma odam yuta oladi. Men bu gapni bir hikmat sifatida xotiramga yezib qo'ydim. Do'stim, men maktabdagi chog'da nurg'un narsalarni kitobda ko'rgan edim. Shunga xiyol fikrlarim mo'nayt romantik, g'oyaviy bo'lib qoldi ekan. Bu yerga kelgan qisqa vaqt ichida nurg'un amaliy narsalarni tushungandek bo'ldim. Turmush degan 7 o'lchab bir kestigan kiyim emas ekan. Atrofingda mavjud bo'lib turgan narsalarning hammasi sana tavashgan. Hech nimadan, hatto eng eski azobli narsalardan o'zingni qochira olmaydi ekansan. Biz maktabda ko'p anglaydigan reallik to'g'ri qarash degan shu o'xshaydi. Aras, Shavkat qaytib keldimi? Tinchlikmi? Yaqinda bu yerda ili cho'chak vaqasi degandek gaplar paydo bo'lib qoldi. Men Shavkatning har qanday sharoitda o'zini boshqara oladiganligiga ishonaman. Uningda shunday iqtidor va jasorat bor. Xo'sh do'stim, xatni ko'p yozib etdim. Afv qil. Ko'nglimda yig'ilib qolgan gaplarimni aytdim keldi. Sana va sen orqali Shavkatga, Zoyitga, Bodomgul va G'unchi qizaga kamoli salom bilan do'stim Turg'undi. 1962-yil 7-iyun Qumbaq. Aqniyaz xatni orqa-orqadan 2 qatim o'qidi. O'qib bo'lib cho'nqur o'qtardi. Uning ko'z oldidan Turg'unning o'xshpel, ko'ngilchak, ba'zida ozroq tarsaliqi bor turgan mijozli qiyofati texnik yuksak salobat bilan namoyon bo'ldi. Quliq tuvida bo'lsa, uning cho'nqur mulohizalik so'zlari bilan o'tkir, aniq fikrlari qayta jaranglab, uni do'stlikqa, insonlikqa, texnik saf vijdon bilan yashaydigan insoniy fazilatga da'vat qilgandek tuyuldi. Hatto uning yaqinlik mardona ovoz anglangandek bo'ldi. Bu ovoz Aqniyazning ko'nglini yiroqdagi miq yezi sahrolar bilan Kashtalay dehqonlarning orasiga elib ketdi. Anglayotganinglar Bilik to'ridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi.
Shavkatning masalasi bugun fakultet rahbarligi ichida qo'yildi. Yig'inga fakultet mudiri Yaqub Karimning taklifi bilan lektor unvoni bor 3 o'qituvchi qatnashdi. Buning birisi Salim apandi edi. Yig'inda oldi bilan Havvos Baxti Shavkat masalasining jarayoni, xarakteri va uning iqror qilish ahvolini tafsiliy tunishtirib, oxirida mundaq dedi. Yo'ldoshlar, Shavkat bilan bo'lgan kurash haqiqatan kasb, jiddiy bo'ldi. Men buningdan jamiyatimizda yuz berib atgan rangarang sinfiy kurashlarning haqiqatan hayot mamotlik o'tkir kurash ekanligini yana bir qatim cho'nqur bilib oldim. Agar ular turadi ekan, biz turmasligimiz lozim. Men yana shuni cho'nqur his qildimki, bizning bu oliy bilim yurtimiz hargizmi burjuaziya va Shujunjuyining maysilarini o'stiradigan parnik bo'lib qolmasligi kerak. Biz yoshlarimizning qalbiga inqilob maysini texmi ko'p va cho'nqur tikib, ularni isil sifatli po'lat qilib chiniqtirishimiz lozim. Shu chog'da ulardan har qanday mahsulot ishlasak, u mahsulot abadiy o'tkir, chin, dotlashmas bo'la oladi. Bu so'zlar Havvos Baxtining tushunchasi, ta'siroti ham tantanlik chaqiriqi edi. Lekin buni yig'inga qatnashgan 9 odamning hammasi o'xshash qabul qilib ketmadi. Ba'zilari qoyillik bilan beshini minishdi. Ba'zilari ko'zini yumib, uxlagandek jimjit qiyofatda o'tirdi. Ba'zilar bo'lsa chekchaygan ko'zlari bilan atrofga aloq-taloq qarab qo'ydi. Bu so'z Yaqub Karimning ko'ngliga ancha xo'p kelmadi bo'lgan, uning oq siriq yuzi qizarib, qansharliq burni ustidan ushoq tartamchilar tapchirab chiqdi. Qani amsa, mas'ulning dal o'zini so'zlashayli. Dedi u, tugimas nazariya va nasihatlardan bezar bo'lgan chiroyini purishtirib. O'quvchi Shavkatga yozilgan jinoyat gunohlar to'g'ri dal bo'ptimi? Dalil isbotlar to'liq ishonchlikmi? Ko'riladigan chora muvofiq, loyiqmi? Maktab partiya komitetiga yoziladigan material qanday yozilish kerak? Mana shu amaliy masalalar ustida ochiq-oshkor fikrlashaydi. Har qanday fikr bo'lsa bersak bo'ladi. Yaqub Karimi uzun yillik xizmat tarixida amaliy ishlash, astoydil ishlash, qo'l ostidagilarga ko'yinish, talab egallarini asrash orqali muayyan inobat, nupuz va salohiyat tishlagan odam edi. U 1936-yili O'rta Osiyo davlat universitetining Sharq fakultetida o'qib, xeyli chunqur bilim egilgashga, bilimining, bilim ahlining qadriga yetdi va o'zini hozir bir tarafdan fakultetning rahbarlik xizmatini ishlab, yana bir tarafdan Uyg'ur folklor tadqiqoti bilan shug'ullanmoqda. Uning so'zi yig'inni jonlantirdi. Hammalar Shavkatning masalasini davr qilgan holda o'ylashga, fikr yurgizishga boshladi. Oldi bilan Salim apandi so'z elib mundaq dedi. Bizning bu oliy bilim yurtimiz talab egallarini tarbiyalab yetishtiradigan oltin beshik. Dunyodagi mashhur oliy bilim yurtlari o'z tarixida Einstein, Maria Curie'larga o'xshash bir turkum ilm-fan gigantlarini tarbiyalab chiqqan. Bizning zaminimizda ana shunday yaramliq, talantli ixtisos egallarini tarbiyalash vazifasi bor. Buning uchun avval shunday mayslarni bayqash, parvish qilish va avaylab o'stirishga to'g'ri keladi. Shavkatning masalasiga kelsak, 3 yillik o'qish tarixida u o'zining xeyli yaramliq, jur'atlik va iste'dodli bir yosh ekanligini namoyon qilgan edi. Afsuski, uni kutilmagan bir falokat bosgandek qiladi. Hozir bizning oldimizda uni ittirib vayron qilish kerakmi yoki tortib olib qutqizish kerakmi degan jiddiy masala turibdi. Menimcha, yana tortib olib qutqizish muhim. Endi uning konkret masalalariga kelsak, birisi chetga qochmoqchi bo'lganligini biroz deb iqror qilganligi haqiqiy iqrormi yoki qiyin qistaqning kuchi bilan bo'lgan yolg'on iqrormi? Yana birisi uningga yerlik millatchi degan qalpoqni kiygizish muvofiqmi, muvofiq emasmi? Menimcha muvofiq emas. Chunki u bir sodda o'quvchi. Uning ustiga uning millatchi bo'lishiga asos bo'lgan eliq so'zni u vaziyat tarbiyasi o'rganishida ochiq-oshkor o'ttirib qo'yib, o'qituvchi savodoshlaridan tushunch so'ragan. Keyin bunday so'z yoki harakatlarni hech qanday yerda takrorlamagan. Demak, bu o'rganish va izdinish ustida ketayotgan bir o'quvchining iddiasidagi masala, fikr qilish jihatdagi masala.
Buni rasmiy siyosiy qalpoq qilib kiygizish uvolchilik, nohaqchilik bo'ladi. Oxirgi fikrim Shavkat ko'rilmoqchi bo'lgan maktabdan qo'g'lab qonuniy jazoga tortish degan chora nihoyat og'ir ham nomuvofiq bo'lib qolgan. Sabab birisi uning ustida yozilgan yiliqi chatga qochmoqchi bo'ldi degan ismsiz xat pok sifatida tuttirib tura olmaydi. Yana birisi uning o'zi mana hozir vatan qo'ynida turibdi. U o'z vaqtida tashkiliy rasmiyat bilan yurtga borgan va onasi tuqqanlardan ayrilib bir oz kechikkan bo'lsa-mu, yer o'zi qaytib kelgan. Bu paket hammadan ustun turadi. Salim apandining so'zi tugigicha ovoz baxti xuddi qo'lqasga bosib o'tirolmay qoldi. Ochiqdan eshik tildab, shikri gaz-gaz bo'lib ketdi. Buni aldab Yoqub Karimning bu so'zi uni texim o'sal ahvolga tushirib qo'ydi. Agar qiyin qistoq bilan qilingan iqror bo'lsa, bu uning haqiqiy gapi emas. Balki uni azoblagan tayoq to'qmoqning gap bo'lib qoladi. Yana bir aylan bu so'zni texim quvvatlab kuchaytirdi. Tayoq to'qmoq qiyin qistoq deganlar qonunga qilchi yordam bermaydi. Aksicha uni qo'pollashtirib izidan chiqaradi. Nadu naqsh barkan. Dedi Havas baxti terikkan g'uluqqan holda. Hech kim uni tayoq to'qmoq qilsa qiyin qistoq olgani yo'q. Paket oldida hamma iqror qilishga majbur bo'ldi. Endi biz uni bu yerda o'ltirib olib, xayolimizga kelgan gaplar bilan inkor qilishga boshlasak, o chaqda sinib kurash, Lushen kurshi deganlar naqidi. Biz o'z maydonimizni yo'qotib, dushmanlarning jarchisiga aylanib qolmamdi. Qaysi paket to'g'risi gap qilmamsiz? Dedi Salim apandi tamkinlik bilan. Sizning qo'lingizdagi bor yo'q paket ila ismsiz xat-ku. Uni tekshirib dalilladingizmi? Ya qog'oz baxti, unda qilmadingiz, ham qilolmaysiz. Biz har qanday vaqtda hissiyotga berilmasligimiz kerak. Hissiyotda aql idrok bo'lmaydi. Aql idrokning muvofiq yetaklishi bo'lmag'achqa, hissiyot ba'zida bizni har ko'ylarga soladi. Shunga odam oldirab hissiyotga berilmasligi, aql bilan ish qilish kerak. Baya tayoq to'qmoq ishlatib qiyin qistoqqa olmadik dedingiz. Lekin ustoz uxlatmay savol so'roqqa elish nimani tushundirdi? Bu ruhiy jihatdan qiyin qistoqqa elish emasmi? Siz nima demoqchi? Dedi ovoz baxti dikinib turib, ochiqda uning soqolsiz oppoq yuzidan tortib, bo'yinlargacha qizirib, esilib ketdi. Bilamsiz, sizdek o'qituvchilarning kasofasida Shavkat o'xshash sodda o'quvchilar chatga cho'qilib, siyosatdan, nishondan chatlab ezib ketyapti. Uni siz yana qanot ostiga olib davomli ozdirmoqchi bo'lyapsiz. Lekin endi buni yo'l qo'yg'ili bo'lmaydi. Bilib qo'ying Salim apandi, bo'lmaydi. Shavkatni endi siz emas, biz qutqizib qoldik. Qonun yo'li bilan qutqizamiz. Havas yetakchi Amnishta o'zini to'g'ri aytdi. Yerdan osmongacha o'zini haqli hisoblaydi. Shuning uchun lekin Salim apandi bilan har qanday yig'inda, har qanday masalada fikr bir yerdan chiqmay tutishib qoladi. Shamol chiqmasa daraxtlanishmaydi degan so'z tabiat dunyosiga mos kelgan bilan ba'zida kishilik hayot dunyosiga mos kelmaymi qoladi ekan. Bu ish Salim apandi bilan ovoz baxtining munosabatida ishbotinib qoldi. Ovoz baxti bu fakultetga yetkilib kelibna nima uchundir Salim apandini dastlab yoshirin, keyin oshkor yomon ko'rib qoldi. Bundan Salim apandi bexabar edi. U ovoz baxti bilan samimiy xizmatdoshlik munosabatida bo'ldi. Hatto ba'zida uni yangi keldi deb zo'rim-zo'r yaqinlashib, xizmatda, kasbda yordam bermoqchi bo'ldi. Lekin bu ishlar uning yaxshi niyatining aksicha yomon natija paydo qildi. Ovoz baxti uni o'zini ko'rsatdi, meni ko'zga ilmidi degandek gaplar bilan o'zidan yiroqlashtirdi va fursat bo'lsa, uningga qircha yenichi tegadigan bo'lib oldi. Shundan keyin Salim apandi bildiki, u ovoz baxtining fakultetdagi cho'ng raqibi bo'lib qolgan edi. Darvaqa ovoz baxtining vujudidagi qattiq hasadxo'rlik tuyg'usi uni shu ko'yga solgan edi. U fakultetga kelib uzun o'tmay Salim apandining o'quvchilar orasidagi inovatining yuqoriligini o'z ko'zi bilan ko'rdi. Fakultet mudiri Yoqub Karimning uni yaxshi ko'rganligini bildi. Uning kasbchi kuchli, bilimli ekanligini sezdi.
Şunun bilan ixtiyorsiz holda uning vujudidagi hasad o'ti tutishib, Salim apandini ko'rsala ko'zi qizirib, kallasi qo'ldan shiydigan bo'lib qoldi. Danishmanlar to'g'ri aytibdi ekan. Hasadxo'r odamlar jahon shuncha keng bo'lsa, kamlik his qilmaydi. Ular boshqalarning o'zidan kuchli ekanligini ko'rgan hamon o'shni qilib azobdan to'lg'inib ketadi. Ularning nishoni hamisha qobiliyat, nom-obro'y, o'rin va natija jihatlardan o'zidan yuqori va afzal bo'lganlarga qaratiladi. Ularning eng qo'rqadigani boshqalarning o'zidan ustun turishi va eshib ketishi. Lekin ovoz baxti unga har qancha hasad qilsin, uning o'zidan ustun turishi va eshib ketishidan har qancha qo'rqsin, Salim apandining bilimi, iqtidori, qo'ypayli hamon uni yuksaklikka ko'tarib turaverdi. Uning tilim topmay o'rganishi, qayta qilib izdanishi hamon uni necha hassa olg'a oshirib o'tdi. Bu hol ovoz baxtini texmi dardda, alamda qo'ydi. Shuni u hamisha Salim apandining ko'ziga tikkan yo'liga yetgan bo'lishni o'ylaydi. Yig'inda talash tortish kuchayib ketdi. Ba'zilar Salim apandini yoqlab, uning fikrini quvvatladi. Ba'zilari havas baxtiga moyil bo'lib, uning fikriga qo'shildi. Bu fakultet partiya yacheykining shujisi ovoz baxtining fikrini ta'kidlab, vatandan yuz o'rish jinoyatini kechirishga bo'lmaydi. Shavkatga qattiq chora ko'rib ibrat qilish kerak dedi. Shuning bilan yig'in ro'shan holda ikki qashqa bo'linib ketdi. Bu xil ahvolda biror qarorga kelish mumkin emas edi. Shunga Yoqub Karimi oxirida Sunni bilan mundaq taklif berdi. Talash tartishni ham bo'lgani yaxshi. Talash tartish bo'lganda haq-haq aniq ayriladi. Menimcha o'xshamagan fikrlarning hammasini o'z peti maktab partikomiga yo'llaydi. Oxir qarorni shular chiqarsin. Bu fikr yig'indagilarning hammasiga yoqdi. Dokladni shu yo'sinda yezib, yuqoriga yo'llash qaror qilindi. Anglayotganinglar Beli Qutoridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. İki sotkadan beri to'xtamay yomg'ir yig'yapti. Bu sharqirab yog'gan to'kma yomg'ir emas. Yoki shamol aralash kelgan o'tkinchi yomg'irmi emas. Xuddi osmonning tugamas deyishidek simsim yig'yotgan oq yig'in edi. Istartib ketgan maynat paxtida qaramtul, bo'zamtul bulutlar birda turilib, birda yeyilib, osmon yuzini ba'ayni yo'lda chashqandek satlashtirib o'tgan edi. Kishilar ana shu tutuq, so'rin, ko'ngilsiz osmonga qarab, u yerda qachondir kunduzi quyosh kechasi oyni chiqqan bo'lg'aymidi deb g'ashlik ichida aslab ketdi. Yomg'ir kishilarga ko'ngilsizlikla emas, ofatni elib kelishga boshladi. Nurg'un uylardan tomchi o'tib, ba'zilari xatarlik holga kelib qoldi. Shaharning orqa ko'chalaridan ansizlik, sarosima dod-faryod ovozlari anglanishga boshladi. Gazet va radiolarmi bu qitimqi yomg'ir ofatining ziyni va uningdan qutulishning chora-tadbirlari to'g'risida to'xtamay so'zlashga boshladi. Tabiatning payli buzilgan mana shunday judonliq kunda Zoyatning tuyuqsiz albozi o'zgarib qoldi. U Shavkat ustida yangi bir ish qilishga tutish qilyapti. Oldingi kuni ovoz baxti uning bilan uzoq munbashdi. Shavkatning masalasi muzokara qilingan 9 kishilik yig'inning ahvolini tafsiliy so'zlab berdi va darhol biror shakl bilan maktab partikomiga ta'sir ko'rsatishning zarurligini eskartdi. Zoyat shu kuni uzoq o'yladi, plan tuzdi. Oxir ittifoq a'zolari nomidan yoziladigan bir parcha talabnomaning kopiyasini ishlab chiqdi. Endi uni paralel ishki sinfdagi barliq ittifoq a'zolarini yig'ib, u yerda o'qib, ularning o'z ixtiyori bilan imzo qo'yishini qo'lga keltirish kerak edi. U shu maqsadda bugun tushdan keyin paralel ishki sinfdagi 27 ittifoq a'zosini birlashma darsxonaga yig'ib, favqulodda yig'in ochdi. Yig'inning beshida yo'g'on bir taxta oq qog'ozga xushxatchilab yozilgan talabnoma unlik o'qildi. Unda Shavkatning xoinlik, millatchilik jinoyatlari prinsipiga
ko'tarilib kesilgandan keyin uningga darhol maktabdan qo'g'lab qonun bo'yicha chora ko'rish talabi o'tirg'a qo'yilgan edi. Talabnoma o'qilib bo'lgandan keyin Zoid barliq ittifoq a'zolarining uningga aktiv qo'l qo'yishini talab qildi va ularni qo'zg'ash niyatida tantanlik ovozda mundaq dedi: Barliq haqiqiy sodiq ittifoq a'zolari, biz Shavkatning vatandan yuz o'rib, millatlar ittifoqligini buzg'unchilik qilishdagi ittifoq a'zolariga yot bo'lgan jinoiy qilmishlarini qattiq ayblashimiz kerak. Bu talabnoma ittifoq a'zolari nomidan yozildi. Har bir ittifoq a'zosi o'zining maydoni, pozitsiyasi va burchini o'ylab beqish kerak. Buning o'zi o'tkir sinfiy kurash. Bu hargizmo bizning adabiyotga, lirika bilan ximiyatga kestori to'g'risi berilgan intondak oddiy ish emas. Hozir bizning naq turmushdagi o'z ishimizga jiddiy kurashning bo'ron chapqonlari imtihon elyapti. Afsuski, hozir ba'zilar inqilob qizil bayrog'ining nasildayotganligini ko'rib, dushmanlarning qilchini bilayotganini ko'rmayapti. Zoidning ko'zidan g'oliblar xas bir xil mag'rurlikdan tamanno kulkisi ko'rinib turardi. Yig'inda Zoidni cho'rda to'plashib olganlar bir g'ujnik o'quvchilarning Shavkat ustidagi qahr-g'azab, dard shikoyat ham vaz nasihat qilgan so'zlari xuddi bo'ronliq kundagi o'rmondek vijildab, gurkirab birlashma darsxonani patparaq qilaverdi. Shu chaqda xuddi puruqlab qaynayotgan qozonga yo'g'on bir parcha muz tashlagandek kutilmagan bir ahvol yuz berdi. "Hey Zoid, sen nima ish qilib yursan?" Xuddi to'yqsiz bomba portlagandek ko'tarilgan bu ovoz hammalarni hayron qoldirdi. Bu o'rindan lo'nib turib, Zoidga turgunlik bilan tikilib turgan Oqniyozning kaskin ovozi edi. Bu ochiqdan ochiq odam oldi tashkilga besim ishlatib emas bu. Bu munavvar ittifoq a'zolarini yoki 3 yosh o'quvchilarni saylaydigan saylab emas bu. Har kim o'z fikrini so'zlashga huquqli. Bunda tashkillik planlik ish qilishning nima asti? Attigandan beri xuddi shatutu o'xshash, sinib kurash, hayot-mamot ko'rishi davardi. Sening safsatan bo'yicha aytganda, bizning bu oliy bilim yurtimiz butunlay sinfiy dushmanlar bilan tunishib ketgan o'xshamamdi. Menimcha sinfiy kurash o'tkir desa, amniyat shundoq degani bo'ladi. Maktabning ahvoli menimcha boshqacha. Qanday boshqacha? Baya xuddi ko'nchlig'i tuyuqsiz qolgan odamdek esini yo'qotib qo'ygan Zoid endi bir oz o'zini o'ngshab Oqniyozga g'azab bilan hurpaydi. Sen ittifoq tashkiliga o'rmaslik qilyapsan Oqniyoz. İttifoq a'zolari orasida bo'lgunchilik qilyapsan. Bilib qo'y, bu ishing sana yaxshilik etganmaydi. Shu topda Oqniyoz bilan Zoid ba'ayni bir-birini so'qish uchun tunishib so'zib, baxushlab turgan ikki so'qishqa qo'raqqa o'xshab qolgan edi. Bo'ldi, o'ncha o'tgani qoqma Zoid, dedi Oqniyoz ham masxira ham jiddiy talab qildi. Bilma, sen tirikkan. Men bo'lsam sendan battarroq. Chunki men qizilmushni ko'proq yapchoq bo'lgan jumu, sen menga sap qo'yay. Sen hozir igisi nimada shundo'raydigan chalchiqqa patifonga aylanib qolyapsan. Og'zingdan ketkish inqilob kurash degan narsa tushmaydi, bilamsan? Inqilob kurash degan zot nima? Menimcha inqilob kurash degan burunqilar meni boqmagan yo'lda menish, burunqilar yaratolmagan mo'jizlarni yaratish demakdir. Bo'ldi, sen bilan dardalash qilganga vaqtim yo'q. Hozir odam qutqizish muhimmi, odamni chora ko'rish muhimmi? Yo'ldoshlar, o'ylab qo'yinglar. Mushtabda maktabdagi ishchi xizmatchilarning, atrofdagi aholilarning ahvoli chatoq. Oq yig'in ularning o'ylarini vayron qilyapti. Bunda xalqlik paytda biz yoshlar, ittifoq a'zolari, sinfiy qarindoshlarimizning baloga ofatga qarab tursak bo'ladi. Biz avval odamni qutqizaylik. Oqniyozning chiroyidagi qat'iylik, ovozidagi o'tkir va ta'na qutraqlik Zoidni tantirtib qo'ydi. Uning bu so'zi ba'ayni qizg'in tantanlik bir chaqiriqdek Zoidning necha kundan beri kuyib pishib qolgan ishini birdamdala bir tiyin qilib atdi. İttifoq a'zolari ichida jiddiy tavrinish bo'ldi. Ularning bir qismi xalqni ofatdan qutqizish kurishiga otlanishga hozirlandi. Taklifnoma qo'l qo'yish bir chetda qayrilib qoldi. Alam va g'azab asridan butun badaniga bazgak tisirga o'lishib ketgan Zoid o'zini tutolmadi. Qo'llarini arvon-sarvon shiltib, asabiylik bilan vaqirashga boshladi. Sen Oqniyoz, bilib qo'y, ittifoq yig'ini buzdi. İttifoq a'zolari orasiga bo'lgunchilik soldi. Vatan xoini. Millatchi Shavkatni chapay yepib, uning uchun andoq durdi. Sen bu jinoyatlardan kechib qutula olmaysan.
Berib qo'y Aqniyaz. Bizning davrimiz ulug' prinsipal kurash davri. Kimdiki buningdan salla chatmayotgan uzun-kizim g'olaydi. Zarda bilan aytilgan bu ochiq gaplar Aqniyazning yuragining eng chunqur yeriga behush yotgan g'azab nafratini birdan uyg'otib etdi. Sen bana ökürme dayı, aç bördek ökürme. Dedi o texmi judini o'rlab. Dostum üçün qilishlik tegishlik har qanday ishni qilaman. Sen shu ökürashni, quruq valaqlashni, Don Kixotni qilishni bilasan. Men bo'lsam ish qilaman, turola, ketdi. Aqniyaz shundoq dedi-da, shaqqida orqaga burilib birlashma darisxondan go'z-go'z dastlab chiqib ketdi. O koridordan o'tib, Pallampayning yoniga kelganda orqaga yondi. Uning orqasidan 13 o'quvchi xuddi bahor qarlig'ichidek tizilib kelyotdi. Ular o'qitish binosidan o'tib, cho'ng darvozaning yoniga kelganda 3 o'quvchi o'zaro kusurlashib, arsalda bo'lib qoldi. Aqniyaz ularning yoniga kelib, biror ish bo'ldimi deb so'radi. Ular ichkuyarlik bilan mundoq deyishdi. Biz sizni o'ylayapmiz, Aqniyaz. Zayed mushqi bahondab ovoz yetakchining qo'li bilan sizni texmi cho'nqur avrazga ishtiryapmisin deymiz. Xotirjam meni beringlar. Dedi Aqniyaz ularning ko'nglini tinchitib. Agar u meni rostini ishtirman desa, u avrazga uning o'zi bilan birga tushaman. Shu arliqda ularning yanida turaq paydo bo'lib qoldi. O'ttir bo'yi qarmoqqa kelgan bu yigitning chaqsaqallari o'sib, chanqiga botgan ko'zlari yog' sepgan suvdek nursiz tadirnib qolgan edi. Qora cheparqut kamzulning yoqasi kiri va maydan qichishib ketgan. Tug'ismi yakpay etilgan edi. U 13 kunning oldida doktorxonadan chiqqan bo'lsin, lekin darsga to'liq qatnashmaydi. Ko'proq yotoq bilan tomoqxona oraliqida layilib yurardi. Ba'zilari uning g'alita bir qism harakatlariga qarab, elishib qoldimi nima deb gumon qilishadi. Sen nimda kelding, so'ra? So'radi Aqniyaz qo'lni uning yelkasiga qo'yib. Sizlar nimda keldinglar? Turaq yondirib so'radi. Sizlar nimda kelgan bo'lsanglar, men shuni deb keldim. Biz yomg'ir ofatiga uchragan oilalarni qutqizg'ili boramiz. Dedi Aqniyaz unga tushuntirib. Sen yatak berib aram ol. O yerda manbami? Biz ularni qutqizsak bizga oshnon beramdi. Turaqning ko'zlari parqirab o'ynab ketdi. Menni berib ishlay, menga bersin. Yo'q Turaq, ular bizga oshnon bermaydi. Aqniyazning ko'ngli buzilgandek ovozi miskin chiqdi. Ularning ahvoli qiyin. Biz ularga xolis ishlaymiz. Sen yatak ketib dam elib turg'in. Yili tamoq vaqti bo'ladi, ma'qulmi? Turaq salpiyib qoldi. Oshnon bermaydiganligini anglab, ular bilan birga berishni qiziqmadi. O'zicha bir nimlarni g'ingshib, Aqniyazlardan yiroqlab ketdi. 13 o'quvchi maktab darvozasidan chiqdi. Birsi qayoqqa boramiz deb so'radi, Salih qashang darholla. Yuringlar, ma'lum sinfiy kurash o'quvchidan mangayli. Deb maktabning oldidagi to'van mahalliga boshlab ketdi. 14 o'quvchi ikki guruhga bo'linib, yarim kun qaysarlik bilan ishladi. Odatdagi tamchi o'tgan uylarning o'g'isiga chiqib, lay patqoqqa melinib, to'shib, yo'chiqlarni atdi. Qiyib qolgan suvlarni tushirdi. Xatarlik uylarning ma'lumot besatlarini bexatar joylarga yo'tkadi. Qiri minib kasallarni hopashlab, bexatar joylarga ko'chirdi. Ishqilib, yomg'ir ofatiga uchragan xalqning dardiga darmon bo'ladigan ishlarning hammasini qildi. O'lchilikdan, maynablikdan, jafodan, charchashdan qo'rqmadi. Ularning vujudida aks etgan tashqin g'ayrati chaqqon, akchil va qaysar harakatlarda ifodalandi. Bir chog'da savoqdoshlarning bir nechisi charchab holdan ketib Aqniyazga. Amdi birdam dam olayli adosh. Deganda Aqniyaz chaqchaq yo'lab. Dam elvatimizga qo'ling bilan tutgan harakatlanib turishli bo'ldi. Deb ularni yana yenish safarbar qildi. Ular bir necha oilani qutqizib, oxirida 13 qalpiqi bor bir ziyolining uyiga kelganda ishtiyoqlanib turib qolishdi. Uy egasi 50 necha
necha yoshga kirgan bo'lsa-mu, lekin og'ir yurak kasali bor odam edi. Bolalarning hammasi qiz bo'lg'achqa, to'g'risidagi tamchi o'tayotgan yerlarni etish, o'ylagan ko'ldek to'shib ketgan suvlarni sirtqa to'shishda amonsiz qolgan edi. Aqniyaz ortiqcha o'ylab turmadi. Hamrohlarga "Buni odamga darhol ishga kirishinglar" deb buyruq tushirib, o'zi oldi bilan ho'yladagi suvni chiqarish uchun ko'lchakka kirdi. Hashpashdigacha o'nchi qalbqi bor Ziyolining uyi ofatdan qutqizib qilindi. U odam Aqniyaz boshlab o'quvchilarning qo'llariga esilib, ko'z yosh qilgan holda rahmat aytdi. Shunda qilib, ular kechqurgacha bir mahalladagi 17 oilaning dardiga darmon bo'lib, yotar yeri yo'q 5 o'g'il, 3 qiz bolani ergashtirib maktabga qaytib keldi. Aqniyaz arg'on, mag'dursizlangan holda langishib kelyotdi. Tehicha yomg'ir tomchib turadigan g'iltang yo'l uni birdan o'ngga, birdan so'lga tiyildiratdi. Havo nam va sovuq bo'lsin, lekin uning yuz ko'zlari xuddi qizigan tomirdan yilili chiqqandek, yil qizarib, tarlab ketgan edi. U qizlar yotqani oldiga kelganda G'unchi qizni chaqirib, 3 qizni uningga topshirdi va bir necha kungacha ularning o'rnidan gelidan xabar elishni chekiladi. Dilqut xazinasi 5 o'g'ilni o'zi yotoqqa belli elib ketdi. Bu chog'dan bir saboqlishi ham ajablangan, ham esdashlik qilgan talaffuzda mundaq dedi. Aqniyaz, adash, bu bolalarni yotqizishni yotqizamiz. Yotgan ko'pi bor. O'zimizning yetmasa, uyga ketib kelgan bir necha qochoqlarning yotgan ko'rpalarimi karavotning ostida turadi. Lekin va qo'rsaqning ishini qanday qilamiz? Kanani yog'lig'i yo'q yo'q, sunay yog'lig'i nada degandek ish bo'larmikin? Aqniyaz kesibli javob berdi. Ko'ngling durust bo'lsa, satmomo ayvon saroy degan gap bor. Qo'rsaqimo bir amal tepilib qolar. Alloh egam hamma odamni o'z rizqi bilan yaratgan. Shu kunlarda Shavkat xeli ozodlikka chiqib qoldi. Yiliqidek behuda savol so'rab, tayoq dashnamlar to'xtadi. Hovuz baxti bilan Zoitmo uni qayta izlab avora qilmadi. U hozir maktab partikomining oxirgi qarorini kutib yetib-atdi. Uning yana shu Makkiran Maqqosim bilan G'oyib Moyit ko'proq hamroh edi. Hozir bu ikkisi uning xavfli sinfiy dushman ekanligini unutib, uning bilan burunqidaklar ko'k chaqchaqlashib, yaqinchilik, dilkashlik bilan o'tib-atdi. Oldingi kuni kechdan G'oyib Moyit uni yoshirincha o'zi bilan birga Arshin Mal Alan teatriga elib bordi. Haybatli xalq teatrida Uyg'urcha o'ynalgan bu komedilik dangliq asar Shavkatning necha vaqtdan beri dard alam bilan burxton bo'lib ketgan miskin ruhini urg'utib, ko'nglini olamcha shadqo'rinlik cho'mdirdi. U o'yindan qaytib kelib etib, hayojonini, ta'siratini bosolmay, birdan kichik boladek sakrab o'ynaqlaydi. Birdan teatrning sho'x, yaqinlik naqshlarini do'rab tovlaydi. Birdan uningdagi o'tkir hajviy so'zlarni kimlargadir qaratib takrorlaydi. Ishqilib, bugun u xushallangan, sevingan, orom topgan edi. Uning o'z yoshiga mos kelmaydigan bundoq g'alit qiliqi G'oyib Moyitga zotli ajablik to'yinmadi. U buni go'yo uzun vaqt tor va qorong'u uyga so'langan to'xu birdilla kunlar chaqnab turgan kang yerga qo'yib etilganda o'zini uchirgan yerga urib, palaxshib, jismining qondirib ketishidan qo'rqmagandek, har qanday bir jonliqda bo'lishga tegishlik erkinlikka, yo'riqlikqa, ozodlikka nisbatan intilish, seg'inish va besilg'isiz tashnalik deb tushundi. Shu oqshimi Shavkat to'limi tatliq, shirin uxladi. Tushida o'zi Arshin Mal Alanning ro'liga chiqib, ko'chma-ko'cha yurib, gulchehrani izlab topgandek muhabbatli ko'rinishlarni ko'rdi. Va uyg'onib bodam gulni aslab ketdi. Asma va xotirlari bir tarafdan uningga sevgi visolining halol va shirin sharobini ichkizib, uning g'amkin dilini huzurlantirsa, yana bir tarafdan uningga shafqatsiz judolikning ochiq nashtarini urib, uning zaxm yegan ko'nglini texmi parokanda qiladi. U hozir nadidu? Nima ishlayotgandi?
u mening o'ylab o'tirgandim yoki o'z chekchigara ajratgan peti yiroqlashib ketarmi? Xudo. Muhabbat deganda visoldan ko'ra judolik, xushallikdan ko'ra azob, baxtdan ko'ra baxtsizlik ko'p ekan-ku. Yomg'ir havo echirish bilan to'xtaydi, lekin muhabbat bahori mangulik bo'ladigan o'xshamamdi. Xiyollar umid bilan umidsizlik, azob bilan xushallik, sevginish bilan bezorlik kiralishib ketgan chigish xiyollar uni xeyli kunlargacha sarosimiga beoromlik soldi. Lekin u hissiyoti ziyoda o'rlab ketgan bundoq chog'larda aql bilan o'zini tuta oladigan tamkin yigit bo'lg'achqa ko'nglidagi g'ashlik bilan parokandachiliklarni bosh cho'kirib kitob o'qish va masalalarni muzokara qilish bilan yengib ketadi. Beliqut şirketida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Ahad Turdining Xinjiang xalq nashriyoti tomonidan nashr qilingan Oy yomg'iri nomli romanini bugun mushargacha anglatdik. Davomini atigi anglatishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Xinjiangning har qaysi joylaridagi Xinhua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu romanni sotib olib saqlab qo'yishini alohida tavsiya qilamiz.